Shuningdek, davlatimiz rahbari Farg'ona viloyatining So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Puxta ishlab chiqilgan ijtimoiy-iqtisodiy barqaror o'sish strategiyasi aslida taraqqiyot uchun muhim asosdir. Ayniqsa O'zbekistonda bu borada samarali yondashuv joriy etilgan. Chunki har bir hudud o'ziga xos resurs bazasi, aholi joylashuvi, infratuzilma darajasi va iqtisodiy ixtisoslashuvi jihatidan sezilarli farq qiladi. Bunday sharoitda masalaning kichik detallarigacha alohida ahamiyat qaratish yanada manfaatli va manzilli yechimlar qilish imkonini beradi. Oddiyroq aytganda, yangi drayverlarni kashf qiladi. Bu esa investitsiyalar umumiy iqtisodiyotga emas, balki aniq o'sish nuqtalariga, agrosanoat klasterlari, industrial zonalar, logistika manzillariga yo'naltirilishini anglatadi. Natijada byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligi oshadi, yangi ish o'rinlarini yaratish tezlashadi. Yana bir jihat, bunday yondashuv mamlakatning ichki bog'liqligini mustahkamlaydi. Hududiy darajada transport, energetika va raqamli infratuzilmani rivojlantirish hisobiga yagona iqtisodiy makonni shakllantiradi. Biznes xarajatlarini kamaytiradi va mehnat resurslari mobilligini rag'batlantiradi. Bundan tashqari, muhim ustuvor masala aholining hayot sifati darajasini oshirishga ham ta'sir ko'rsatadi. Hududiy dasturlarni puxta ishlab chiqish odamlarning real ehtiyojlarini, ta'lim va tibbiyotdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shahar va olis qishloqlarni rivojlantirishda esa har bir jihatni mukammal hisobga olish imkonini beradi. Bandlik, biznes va yana qator loyihalar rivojini ta'minlaydi. Bu kabi omillar albatta ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Aynan shunday ustuvor yondashuv natijasini So'x tumani tajribasi misolida ham ko'rish mumkin. Bugun tumanni har tomonlama rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Ilgarilari uning anklav holati odamlar hayotida doimiy uzluksiz to'siqlarni keltirib chiqarar edi. Bu yerda istiqomat qiladiganlar kundalik zaruratdan tortib, yuqori texnologik tibbiy yordam olish yoki kerakli narsalarni xarid qilish uchun ham sarson bo'lib markazga borishga majbur edi. Eng asosiy tashvish qo'shni davlat chegarasini kesib o'tish, kutish, tekshiruvlar va noaniqliklar bilan bog'liq edi. Bunday holat albatta iqtisodiy masalalar yechimiga ham tabiiy ravishda ta'sir ko'rsatishi aniq. Tadbirkorlar nafaqat qiyinchiliklarga, balki tizimli cheklovlarga duch kelgan edi. Logistika beqaror edi. So'x aholisi o'nlab transport vositalari tekshiruvdan o'tish uchun navbatda turgan kolonnalarni haligacha yaxshi eslaydi. Bozorlarga chiqish imkoniyatlari cheklangan joyda tabiiyki investitsiyalar haqida o'ylash ham nojoiz edi. Yoshlar ta'lim olishi, o'zini ko'rsatishi uchun teng imkoniyatlarga ega emasdi. Infratuzilma muammolari vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Yo'llar eskirgan, kommunikatsiyalar tamomila izdan chiqqan, suv ta'minoti va energiya resurslarida uzilishlar kuzatilgan. Sir emaski, yaqingacha tuman tashqi dunyodan deyarli uzilgan. Yopiqlik va izolyatsiya nafaqat hudud infratuzilmasi, balki oddiy odamlarning hayoti, dunyo qarashiga salbiy ta'sir ko'rsatgani rost. Prezidentimizning shaxsan e'tibori tufayli tub burilish yuz berdi. Taqdirlarga daxldor islohotlar, so'nggi yillardagi bunday yangilanish va o'zgarishlar so'qliklar hayotidagi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, balki ertangi kunga ishonch va umid baxsh davrni boshlab berdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va qat'iy siyosiy irodasi tufayli Markaziy Osiyo makonida do'stlik, ishonch, tinchlik va yaxshi qo'shnichilik muhiti shakllandi. Yillar davomida yopiq chegaralar ochildi. Odamlar va tovarlar harakatidagi asosiy to'siqlar bartaraf etildi. O'zaro bordi-keldi, faollashdi. Bu esa mintaqaviy hamkorlik, hududlarni rivojlantirish uchun kuchli turtki bo'ldi. Davlat tomonidan So'x tumanini kompleks rivojlantirish dasturi amalga oshirilmoqda va bugunoq uning aniq natijalari ko'rinyapti. Infratuzilma faol modernizatsiya qilinmoqda. Avtomobil yo'llari qurilmoqda va rekonstruksiya qilinyapti. Suv ta'minoti hamda elektr tarmoqlari yangilanmoqda. Yangi uy-joylar, maktablar, tibbiyot muassasalari, ijtimoiy obyektlar barpo etilyapti. Biznes uchun imkoniyatlar sezilarli darajada kengaydi. Yangi korxonalar tashkil etilmoqda. Ish o'rinlari soni ortyapti. Investitsiya faol ravishda o'sishda davom etmoqda. Eng muhimi, So'x tumani endi rivojlanishdan chekkada qolgan bir manzil emas, balki u izchil ravishda mamlakat iqtisodiy makoniga integratsiyalashayotgan, yangi logistika va ishlab chiqarish zanjirlari bilan takomillashayotgan zamonaviy tumanga aylandi. Muhimi, odamlar o'z hayotida o'zgarishlarni seza boshlagan. Ijtimoiy barqarorlik kelajakka ishonch kafolat ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu bejiz emas albatta. Kelgusida tumanni barqaror rivojlangan hududga
obyektga aylantirish maqsadi qo'yilgan va bu jarayonning har bir bosqichi shaxsan davlatimiz rahbarining nazoratida. Bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatining So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Ta'kidlanganidek, avvallari So'x yetib borish qiyin, transport va logistika imkoniyatlari cheklangan, iqtisodiy aloqalari zaif hududlardan biri edi. So'nggi yillarda mintaqaviy hamkorlik va qat'iy siyosiy iroda tufayli bu hududni kompleks rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Yangi yo'llar ochildi. Chegaradan o'tish tartiblari yengillashtirildi. Tadbirkorlik uchun sharoitlar yaxshilandi. Zamonaviy bog'cha, maktab, poliklinika va uy-joylar barpo etildi. Bugungi kunda So'xdagi 25 ta mahallada 88,6 ming nafar aholi yashaydi. Hududda 29 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 33 ta maktab, 2 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasi, 14 ta sog'liqni saqlash muassasasi va 2 ta madaniyat obyekti faoliyat ko'rsatmoqda. O'tgan yilning o'zida 13,921 ta ish o'rni yaratildi. 1667 ta oila kambag'allikdan chiqarildi. Umuman So'xdagi o'zgarishlar shunchaki infratuzilma yangilanishi emas, balki hududning iqtisodiy faolligi oshgani, aholi ishonchi mustahkamlangani va yoshlar uchun imkoniyatlar kengayganining amaliy ifodasidir. Bugungi So'x asta-sekin mintaqaviy iqtisodiy tizimga qayta qo'shilmoqda. Shu bilan birga tumanda kambag'allik darajasi 7,9%, ishsizlik 5,5% ni tashkil etib, bu ko'rsatkichlar hali ham respublika o'rtacha darajasidan yuqori ekani ko'rsatib o'tildi. Taqdimotda mutasaddilar joriy yilda tumanga $40 million investitsiya jalb qilish, $15 million eksportni ta'minlash rejasi olingani haqida axborot berdi. Buning hisobiga sanoatda 9%, xizmatlar sohasida 17,1%, qishloq xo'jaligida 7,6% o'sishga erishish ko'zda tutilgan. Yig'ilishda tumanning turizm salohiyatiga alohida e'tibor qaratildi. So'xning betakror tabiati, musaffo havosi, daryolari va salqin iqlimi mazkur sohani iqtisodiyot drayverlaridan biriga aylantirish imkonini berishi ta'kidlandi. Masalan, Sarikanda, Rovon va Istiqlol mahallalaridan o'tgan So'x daryosi qirg'oqlarida yangi turizm obyektlarini qursa bo'ladi. Yoki bu yerda reabilitatsiya, fizioterapiya, dori-darmon logistikasi va tibbiy ta'limni bir hududda jamlagan tibbiy xizmatlar klasterini tashkil etish uchun barcha sharoitlar mavjud. Umuman turizm va xizmat ko'rsatish sohasida $60 million investitsiya jalb qilish, qariyb 2000 ish o'rni yaratish, turizm xizmatlari hajmini 15 milliard so'mga, eksportni esa $2 million ga oshirish rejalashtirilganligi ma'lum qilindi. Eng muhim vazifalardan biri sifatida aholi yashashi va mehnat qilishi uchun qulay infratuzilma yaratish, tadbirkorlikni kengaytirish va bandlikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Har bir mahallada 10 tadan jami 300 ta mikro loyiha ishga tushirilib, 8,6 ming aholi kasb-hunarga o'qitiladi. Bu loyihalarga banklar tomonidan 64 milliard so'm kredit resursi yo'naltiriladi. Ijtimoiy va infratuzilma obyektlari uchun esa qo'shimcha 74,5 milliard so'm ajratiladi. Transport logistika masalalari ham atroflicha ko'rib chiqildi. Tumanning boshqa hududlar bilan bog'liqligini oshirish, chegaradan o'tishni tezlashtirish hamda iqtisodiy aloqalarni kengaytirish bo'yicha amaliy choralar belgilandi. Aholi daromadining asosiy qismi qishloq xo'jaligi bilan bog'liq ekani inobatga olinib, ushbu sohada zamonaviy yondashuvlar va yangi texnologiyalarni keng joriy etish zarurligi ta'kidlandi. Masalan, Qayroq massividagi 425 gektar yaylovda mevali bog'lar, Chashma mahallasidagi 60 gektar yerda zafaron plantatsiyalari, Ozod va So'x xo'jaliklariga qarashli 100 gektar maydonda kartoshka yetishtirish loyihalarini amalga oshirish taklif etildi. Shuningdek, Navobod mahallasida baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha loyiha taqdim etildi. Unga ko'ra 50 sotixdan 30 ta hovuz tashkil qilinib, har bir hovuzdan 50 tonnadan farel balig'ini yetishtirish mumkin. Shu bilan birga Devayron va Tul dasht hududlari oralig'ida 8 kilometr uzunlikda uzoqar sug'orish tarmog'i qurilishi hisobidan 500 gektar mevali bog' va qo'shimcha 300 gektar ekin maydonini o'zlashtirish imkoniyati mavjudligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari So'x tumanini rivojlantirishda eng asosiy maqsad odamlar hayotida sezilarli o'zgarish qilish, aholi daromadini oshirish, ish o'rinlarini yaratish va hududning transport bog'liqligini yanada kuchaytirishdan iborat ekanligini ta'kidladi. Mutasaddilarga tuman bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Viloyatimizning So'x tumani muhtaram prezidentimizni doimiy diqqat va e'tiborlarda turadigan bir alohida tumanlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, o'tgan 9 yil davomida tumanda iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish nuqtai nazaridan ulkan ishlar amalga oshirildi. Eng asosiysi yo'llar ochildi, chegaralar ochildi. Tumanning iqtisodiyotiga kiritilayotgan mablag'lar miqdori yildan yilga oshib boryapti. Tumanda ilk marotaba sanoat paydo bo'ldi. Tumanda investitsiyalar jalb qilina boshlandi.
Tumanni o'tgan yildan boshlab mana 12,5 million dollar eksport qilishni boshladi. Lekin shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz So'x tumanini demak iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish va So'x tumanini ishsizlikdan xoli, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha alohida demak topshiriqlar berib, shu topshiriqlar asosida qaror loyihasi ishlab chiqildi. Hozirgi kunga qadar So'x tumanini iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirishga e'tibor berilmayotgan sohalarga alohida demak ushbu qarorlar bilan e'tibor qaratyapti. Xususan, So'x daryosi mintaqasida 130 gektar yerda turizm majmuasi tashkil bo'lyapti. Bu majmuani tashkil qilish bilan birgalikda mana shu So'x daryosining ikki qirog'ini demak mustahkamlash va bu yerga eng zarur infratuzilmalarni yaratish uchun 180 milliard davlat byudjetidan mablag'larni ajratilyapti. Hozirgi kundanoq bu yerda investitsion va turizm loyihalarini amalga oshiradigan juda ham ko'p talabgorlar, xususan mahalliy talabgorlarimiz ham, qolaversa xorijlik talabgorlar ham soni kundan kunga oshmoqda. Qolaversa, hurmatli prezidentimiz So'x tumanida kadrlar tayyorlash masalasi, jumladan mana ikkita kasblar maktablarimizni viloyatimizda ikkita universitetimiz qoshidagi texnikumlarga aylantirib, u yerda eng zamonaviy kasblarga o'rgatish, yangi bir o'quv yo'nalishlarini ochish bo'yicha ham ko'rsatmalarni berdilar. So'x tumaniga chegara nazorat punktlari orqali kirib chiqish ishlarini yanada soddalashtirish, xalqimizga yanada qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha ham yangi g'oya, yangi tashabbuslar bo'yicha o'zlarining topshiriqlarini tegishli vazirlik va idoralarga va hukumatga topshiriqlar berdilar. Mahalliy loyihalarni ko'paytirish va bunda banklarning rolini oshirish, So'x tumanida faoliyat ko'rsatayotgan banklarga ham ishtirokida bir yangi bir zamonaviy loyihalar fabrikasini demak tashkil qilib, shu yerda bir mahalliy kontentdagi loyihalarni ko'paytirish bo'yicha ham vazifa va topshiriqlarni berdilar. Tumanni demak infratuzilmasini, xususan energiya ta'minotini yaxshilash borasida O'zgidroenergiya kompaniyasini demak 40 millionlik loyihasini tezroq boshlash, shunday loyihalarni, ya'ni mikrogestlarni ko'paytirish bo'yicha yangi loyihalar ishlab chiqarish bo'yicha ham vazifalar berildi. Qolaversa, shu So'x tumaniga avia qatnovlarni muntazamligini oshirish, kichik masofaga uchuvchi zamonaviy samolyotlar parkini yaratish bo'yicha ham tegishli idora vazirliklarga topshiriqlar berildi. O'ylaymanki, bu qaror So'x tumanining rivojlanish tarixida yangi rivojlanish davrini ochib beryapti. Biz mana shu viloyatdagi barcha mas'ul rahbar 24 soatlik favqulodda demak ish tashkil qilgan holda ushbu qaror ijrosini ta'minlab, demak So'x tumanini ham 1 yil muddat ichida kambag'allikdan xoli va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha mana shu prezidentimiz bergan topshiriq ijrolarini to'la demak ta'minlash bo'yicha qattiq ishga kirishamiz. Bugun hurmatli prezidentimiz boshchiligida So'x tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar taqdimoti o'tkazildi. Tumanda bir necha oy davomida katta ishchi guruh ishlagan holda qanday qilib kambag'allikni qisqartirish, qanday qilib ishsizlikni kamaytirish masalalari alohida o'rganib katta bir dastur tayinlangan. Dasturga asosan So'x tumanini yil oxiriga qadar kambag'allik darajasini yil boshida 7-9% 4%gacha tushirish reja qilingan. Shu bilan birgalikda ishsizlikni ham 3% gacha tushirish bo'yicha katta dastur ishlab chiqilgan. 2000 dan oshiq odamni ishga joylashtirish bo'yicha aniq manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lsa, 11 dan oshiq odamni daromadini oshirishga qaratilgan turli moliyaviy xizmatlar ko'rsatish ham dasturda nazarda tutilgan. Hurmatli prezidentimizdan bir qator yana topshiriqlarni oldik. Ishchi guruh joyiga chiqqan holda bu topshiriqlar ustida yana bir qator ishlagan holda chora-tadbirlarni tasdiqlash uchun hurmatli prezidentimizga qaror loyihasini kiritamiz. Odamlar bandligini ta'minlash uchun 80 dan oshiq turli loyihalar ishlab chiqilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida katta loyihalar bor. Turizm salohiyatini ishga solishga qaratilgan loyihalar bor. Ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalar bor. Odamlarni tadbirkorlik ko'nikmasdan foydalangan holda ularni kichik tadbirkorligini yo'lga qo'yishga qaratilgan loyihalarimiz bor. Tumanda mavjud eski bog'larni yangilash yoki yangi bog'lar barpo etish, yangi yerlar o'zlashtirish, umuman iqtisodiyot barcha tarmoqlaridek qilinishi mumkin bo'lgan ishlar inobatga olgan holda puxta dastur ishlab chiqilgan. So'x tumanida 500 kilometrga yaqin avtomobil yo'llari mavjud. Shundan 100 kilometr umum foydalanuvdagi yo'llar bo'lsa, 400 kilometrga yaqini bu mahalliy va ichki yo'llar hisoblanadi. Eng asosiy topshirig'imiz shu yo'l tarmog'i bo'yicha hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Tumanda ta'mirtalab bo'lgan yo'l qismlarini qabul qilinayotgan yangi qaror bilan
hammasini ta'mirlash choralarini ko'rish bo'yicha topshiriq oldik. So'x tumaniga demak Farg'ona viloyatidan o'sha asosan O'zbekiston tumani orqali o'tishda eng qisqa masofa joydan demak yangi trassa asosida yo'l qurish topshirig'ini oldik va bu bo'yicha endi loyiha tashkilotlarimiz bilan joyiga chiqib o'rganib qo'shni davlatlar bilan mana shu loyihani amalga oshirish bo'yicha hamkorlik qilish yuzasidan muzokaralar olib borib aniq yechimlar bilan mana shu loyihalarni tez orada boshlaymiz. Hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan Respublika ishchi guruhi kelib So'x tumanini har tomonlama viloyat hokimligini mutaxassislar bilan birgalikda tahlil qilib chiqildi. Natijada So'xni qaysi yo'nalishda rivojlantirish bo'yicha aniq xulosalar qilinib, So'x tumani 2026-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi qaror loyihasi ishlab chiqildi. Bugungi yig'ilishda hurmatli prezidentimiz boshchiligida mana shu qarorni muhokamasi bo'lib o'tdi. Turizm sohasini asosiy drayverga aylantirish masalasi eng asosiy masala qilib qo'yilgan. 54 ta loyiha ishlab chiqilgan bo'lib, qariyb 60 million dollarlik aniq investorlari ham topilib, ular bilan muzokaralar ham olib borilmoqda. Tibbiyot turizmiga alohida e'tibor qaratildi, sababi 2025-yilda o'zida qo'shni Qirg'izistondan 15 mingga yaqin fuqarolar kelib, aynan shu So'x tumanida davolanib, turli jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirib ketgan. Master rejada shu sog'lomlashtirish, davolash maskanlarini tashkil qilishga ham alohida urg'u berilgan. Ikkinchi katta driver yo'nalish qilib bu qishloq xo'jaligi sohasi, chorvachilik, bog'dorchilik, baliqchilik yo'nalishlari tanlab olingan. Xususan So'xni havosiga mos keladigan, misol uchun 680 gektar yer maydonida qoraolxo'r yetishtirish reja qilindi. Viloyatimizda 33% kartoshkasini aynan So'x tumani yetishtirib beradi, lekin o'sha navlari baribir tan olib aytish kerak, sal eskirgan. Gollandiyaning eng oldi sortlaridan olib kelib, hozir 155 tonnasi 60 gektarga ekildi. Qo'shimcha vaqt berildi. Shu davrda biz Respublika ishchi guruhi bilan birgalikda yana o'sha qo'shimcha takliflarni o'rganib chiqib, oxirgi qaror loyihasini tasdiqlash uchun kiritamiz. Aytish kerakki, So'x tumani so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda asosiy bir nuqtalardan biriga aylandi. So'xlik aslida vatandoshlarimiz bo'lgan va bugungi kunda xorijda yashab o'zlarini biznesini olib borayotgan vatandoshlarimizni imkoniyatlarini kengroq jalb qilish bo'yicha aniq choralarni belgilab oldik. Misol uchun 26 va 27-yillarda So'x tumanida 86 million dollardan oshiq xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni biz shakllantirdik. Bunda misol uchun Akmus kompaniyasi ishtirokida 10 million dollarlik turistik dam olish maskanini tashkil etish bo'yicha allaqachon ishlarni boshladik. Yoki bo'lmasam yirik tadbirkorlarimizdan Niso kompaniyasi rahbariyati bugungi kunda 1 million dollardan iborat 200 o'ringa ega 4 yulduzli mehmonxona tashkil etish bo'yicha loyihani shakllantirdi va bu loyiha bo'yicha ishlarni boshladik. Albatta bizning investitsiya kompleksimiz So'x tumani bo'yicha bugungi qarorda belgilab o'tilgan vazifalarni to'la to'kis tushunib yetgan holda ularni amalga oshirish bo'yicha barcha choralarni ko'radi. So'x daryosi iqlimidan, suv haroratidan kelib chiqib turib, farel balig'ini yetishtirish bo'yicha ham katta loyiha amalga oshirilyapti. Ya'ni investorlar orqali farel balig'ini yetishtirish bo'yicha ham katta zamin bor, imkoniyati bor. Bundan tashqari chorvachilikga ixtisoslashgan hisobga olib turib, chorvachilik yo'nalishida ham, ya'ni 4 mingdan ortiq aholi xonadonida zotli mollarni, chorva mollarini yetishtirish, echkichilikni yo'lga qo'yish, qolaversa asalarichilik bo'yicha katta loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ham kelishib olindi va mablag'lar ajratilgan bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan barcha topshiriqlarni o'z muddatida, sifatli, ilmiy yondashib, har bir qarich yerdan unumli foydalangan holatda aholining daromadini oshirish va hamda oziq-ovqat mahsulotini ko'paytirish bo'yicha, eksport salohiyatini ko'paytirish bo'yicha berilgan topshiriqlarni hammasi ijrosini o'z vaqtida ta'minlashni kafolatlaymiz. Noyob hududda joylashgan So'x tumanini barcha yo'nalishida rivojlantirishga qaratilgan loyihalarimiz imkoniyati juda ham katta ekanligiga alohida urg'u qaratildi va mana shunda turizmni biz asosiy drayverlardan bir yo'nalish belgilab berildiki, aynan mana shu So'x tumanining go'zal tabiati, So'x daryosini chekka qirg'oqlarida yangi gastronomik ko'chalar barpo etish, turistlarga ko'rsatiladigan arzigulik hunarmandlarining mahsulotlari yoki u yerdagi tabiatidan bahra oladigan dam olish maskanlarini barpo etish bo'yicha ham hurmatli prezidentimizga taqdimotda aytib o'tildi. Bilasiz, So'x tumaniga o'tishda Qirg'iziston chegarasidan o'tiladi. Albatta bu chegaradan o'tishdagi
yengilliklar yaratish borasida tegishli mutasaddi rahbariyatga ham alohida topshiriq berdilar va mana shu topshiriqlar asnosida biz o'ylaymizki juda ham katta o'zgarish bo'ladi va turistlarning oqimi ham sezilarli darajada ortadi. So'x tumani nafaqat Farg'ona viloyatida, balki butun O'zbekistonimizda turizm lokatsiyasini yangi bir durdonasiga aylanishiga ishonch bildiramiz va bu bo'yicha albatta sidq dildan hammamiz xizmat qilamiz. Mana So'x tumani yoshlari uchun juda ham katta keng imkoniyatlar yaratilishi, xususan So'x tumanida faoliyat olib borilayotgan ikkita texnikumimizni yangi zamonaviy qiyofaga olib o'tish, xususan ulardan birini Farg'ona davlat texnik universiteti negiziga o'tkazilib, yangi zamonaviy kasblarni egallash, ayniqsa IT sohasini rivojlantirish, zamonaviy kasblar bo'yicha yo'nalishlarni ochib, yoshlarimizni bilim va ko'nikmalarini oshirish belgilab berildi. Ayniqsa yoshlarimiz o'zlarini nafaqat O'zbekiston Respublikasining mehnat bozorida, balki jahon mehnat bozorida ham o'zini o'rnini topishiga imkoniyat yaratib beradi. So'x tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturi asosida yangi zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan xususiy tibbiyot maskanlari, xususiy maktablar va bog'chalar tashkil etilishi belgilangan. Yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb etish, yoshlar o'zlarining biznes g'oyalari bilan mana muhtaram prezidentimiz 3 ta bankda alohida ta'kidlab berdilar. Mana shu banklar orqali ular tadbirkorliklarini amalga oshiriladi, yangi bo'sh ish o'rinlari yaratiladi, yangi kasblar o'rganiladi. Qarorda loyihasi birma-bir bandma-band muhokama qilindi. Har bittasida insonning qadri So'x manfaati yotibdi. Bundan xalqimiz juda ham xursand. Hatto loyihalarni amalga oshirish uchun xorijda o'zini biznesini yo'lga qo'ygan So'xlik tadbirkorlarimiz bu loyihalarni eshitib bizga kelib murojaat qilishyapti, tashabbus bilan chiqishyapti. Bunaqa tadbirkorlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun juda ham biz xursandmiz, So'x xalqi juda ham xursand. Qarorning ijrosi doirasida So'x tumani butkul o'zgaradi. So'xni butun dunyo taniydi. Turistlar oqimi 10 barobarga ko'payadi. 14 ming yangi ish o'rinlarini yaratishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu loyihalarni amalga oshirish, ishchi o'rinlari ham o'sha biz o'ylagan rejadan ham ortiq bilan bajariladi.